Qurilish kompaniya sizga beradigan qiymatini bilishligingiz uchun beradigan ketma-ket savollaringizni hozir ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda sizdan so'raydigan narsangiz uni hujjati, ya'ni gazdan o'tganmi, ekspertiza xulosasi bormi va hokazo hujjatlarni so'rashlikka haqqingiz bor. Agar ular nimadir deb bahonalar qilinayotgan bo'lsa, demak shubha bor. Ikkinchidan, siz xonadon xarid qilganingizda remont qilishligingiz bu o'zingizning byudjetingizdan kelib chiqib qiymat berasiz. Ya'ni imkoniyatingizdan kelib chiqib xohlaganida remont qilish imkoniyatingiz bor. Lekin qurilish kompaniya bu kvadrat narxning ichida sizga nima beradiganligini bilishligingiz uchun undan so'raysiz. Ya'ni o'zi koridor holati qanaqa holatda topshiriladi? Asosiy kirish eshiklari qanaqa bo'ladi? Qo'riqlash tizimi qanaqa yo'lga qo'yilgan? Undan tashqari asosiy romlar qanaqa qo'yilgan? Mana shu joyda ham ilova qilib ketamiz. Rom deganda ko'pchilik akva deb qo'yishadi, lekin u akvaning ham har xil turlari bor. Bu nimaga so'raysiz? Bu siz yashaydigan, doimiy yashaydigan joyingizga ko'p yillar sizga xizmat qilishligi kerak. Va undan tashqari eng asosiy jihatlardan biri fasadning qismiga urg'u berasiz. Fasad nimadan iborat? Shunchaki suvoq qilinib rang berib qo'yaptimi yokida uni ustida qanaqadir bazalt, keramik granit yoki havo aylanishlik uchun joy qoldirilganmi, ustiga ishlatiladigan mahsulotlar hammasini bilasiz. O'shandan keyin u qurilish kompaniyani sizga beradigan qiymatidan narxini solishtirsangiz bo'ladi. O'shanga e'tiborli bo'ling. Centra Group. Siz orzu qilasiz. Biz barpo qilamiz.